Samanyol sistemasi bo'lsa, bir diametri 100 ming yo'riqlik yili keladigan tayoqsimon aylanma yulduzlar sistemasi bo'lib, oz deganda 2 milliard dona turg'un yulduzni tarkib topgan. Bizning Quyosh sistemasi Orion yelkasining o'tir bilak aylanma nuqtasiga joylashgan bo'lib, har sekundda 240 kilometrlik surat bilan Samanyol sistemasining markazini cho'rlab aylanadi. Uning aylanish davri taxminan 220 million yil. Tartish kuchi yetakchi o'rin turadigan olam bo'shlig'ida Samanyol sistemasidagi barliq turg'un yulduzlar bizning Quyosh sistemasiga o'xshash, hammasi Samanyol sistemasi markazidagi darajadan tashqari massaga ega qorinko'r qavis yulduz turkumini cho'rlab aylanadi. Olimlarning bayqishicha, Samanyol sistemasidagi qorinko'rning massasi garchi Quyoshning 4 million 300 ming asiga teng bo'lsa-mu, lekin Samanyol sistemasining umumiy massasi Quyosh massasining 150 milliard asiga to'g'ri keladi. Shu sababdan Samanyol sistemasi markazidagi darajadan tashqari massaga ega qorinko'rning Samanyol sistemasidagi barliq yulduzlarni o'ziga bog'lab tura olishi mumkin emas. Amaliyotda Samanyol sistemasining kumush rang rayonida yana nurg'unlagan sharsimon yulduz to'pi mavjud. Har bir yulduz to'pi ichida yana necha 10 mingdan necha 100 ming qadar turg'un yulduzlar bor. Bu rayonlardagi turg'un yulduzlarning zichligi, ya'ni Samanyol sistemasi atrof rayonining zichligining necha million nasiga yetadi. Yuqori zichlikdagi sharsimon yulduz turkumining qudratli tortish kuchiga ergishib, turg'un yulduz ondan Samanyol sistemasining markazini aylanadi. Lekin olimlarning bayqishicha, Samanyol sistemasi markazidagi osmon jismlar massasining tarqalishini olamlik tortish kuchi qonuni orqali hisoblaganda, sirtqi qismidagi osmon jismlarining Samanyol yulduz sistemasining markazini aylanishdagi harakat sur'ati markazdagi osmon jismlarining aylanishiga qaraganda texmi oz ekan. Lekin uning sirtqi qismidagi osmon jismlarining harakat sur'ati Samanyol sistemasining qichish sur'atidan halqib ketadi. Mana bu yulduz sistemasida yana ortiqcha tortish kuchi mavjud bo'lish kerakligini ham uning sistema atrofidagi osmon jismlarini kontrol qilib turadiganligini tushuntiradi. Olam o'lchamlik modelining ko'rsatishiga asoslanganda olamda yoshirin energiya 73% ni, odatdagi moddalar 4% ni, yoshirin moddalar 23% ni egiladi. Bu Samanyol sistemasining ichki qismida massasi g'oyat zo'r bo'lgan yoshirin moddalarning mavjud ekanligidan darak beradi. Dal mushu moddalar bo'lg'achqa qavis yulduz turkumi bilan kumush rang markaz tashkil qilgan tortish kuchi yig'indisi ondan Samanyol sistemasini izchil holda tortish kuchi tangpunligiga ega qila oladi. Texnik ko'p mazmunlar Unidar salonda. Salon nomi Olam siri.